O'zim o'zbek bo'lib, O'zbekistonga bormaganimga 4 yil bo'ldi. 4 yil ichida bir marta ham borib kelmadim. Yaqinda shu haqda video qilsam, hamma o'z fikrini kommentariyada yozib qoldiribdi. Ba'zi ayollarimiz 10-15 yildan beri bormay yurishganini yozishibdi. Ammo bitta obunachim, "O'lay, yana katta ketganingga o'laymi? Kuniga uncha topaman deysan, erim bilan biznes qildik deysan, ular joydamisan. Ota-onang g'animat, onajonlar ham seni sag'ingandir. Men masalan har 8-9 oyda borib ularni ko'rib kelaman" deb fikrlarini yozib qoldiribdilar. Ularga video qilib javob qilgim keldi. Hurmatsiz va tarbiyasiz opajonim, ona degan jonivor sizda bordir. Menda onam bor. Ularni sog'inganlarga kelsak, ha, ikkimiz ham bir-birimizni juda ham sog'indik. Inshaalloh didorga oz qoldi. 8-9 oyda borib kelaman degan gapingizga qiziqib, kim ekansiz deb lichkangizga kirsam, bundan ro'parasi 3 oy oldin oilaviy muammolaringizni aytib, mendan yordam so'rab yozgan ekansiz. Endi siz meni eshiting. Men sizga o'xshab har 8-9 oyda ota-onamni ko'rishga borishga 2 marta aqlim yetadi, ammo sizga o'xshab hammadan tilanib emas. Alloh nasib qilsa, onam bilan didorga oz qoldi va men Allohdan so'ragan maqsadlarimga erishib qaytsam, faqat borib kelishi o'z emas, onamni ko'pgina bolalikdan qizim shu narsa yaqindan ko'rinsa qanaqa ekan, shu narsa shu inson qanaqa inson ekan yaqindan ko'rinsa deb xullas ko'plab eshitib katta bo'lgan orzularini ushaltirib qaytish niyatim bor. Qisqa so'z bilan tushuntira oldim degan umiddaman. Sizdagilarga farosat tilab qolaman va ko'pgina sizdan boshqa musofirda oilam, bolam, chaqam deb yurgan ayollarimizga sog'lik, maqsadlarga erishib yurtga, yaqinlarining davrasiga yorug' yuz bilan qaytib va bu musofirchiliklarga qaytib kelmaydigan bo'lib ketishlarini tilayman. Musofir opa-singillarim Alloh panohida bo'linglar. Kim nima maqsadda yurtidan, ota-onasidan, farzandlaridan uzoqda bo'lsa, so'ragan maqsadlardan ham ziyodalarga erishib, begona yurtlarga qaytib kelmaydigan bo'lib qaytishlik tez orada hammamizga nasib qilsin.